Assalomu alaykum aziz chorvadorlar. Agripur Group jamoasi Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi fermamizda bugun yozda issiq kunlarida chorva hayvonlarini parvarish qilish, ya'ni sog'in sigirlarni parvarish qilish bo'yicha chiroyli video qilish uchun tashrif buyurganmiz. Shu xo'jalikning veterinar vrachi Daston akamizdan qo'ldan kelguncha sizlarga foydali maslahatlar olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yozgi kunlarda. Aka, molxona shunday kirib kelyapmiz, salqin. Ha, xudo xolasa. Ko'z quvonadi. Ko'z quvonadi. Nimaga? Molga yaratilgan sharoitlarni ko'rib. Daston aka, mana shu ventilyatorlarimiz. Adashmasam birga birlik ekan-a? Birga birlik qanaqa? Bu qaysi paytlar ishlab turadi aka? Shu havo isib ketishi bilan qo'yamiz buni soat 9larda, 8da o'tishi bilan yoqamiz. Gidet o'nlar. Gidet o'nlarda shu havoni haroratiga qarab. 20 gradusdan tushib ketmasligi kerak, ko'tarilib ketmasligi kerak. Havoni harorati. Eng yuqori bo'lsa ham 28-30 bo'ladi. Shu mikrokilometr ishlatamiz keyin. Tashqari 40. Tashqari 40. Va ichkari muzdek bo'lib turaveradi o'sha 28 atrofida. Unaqa isib ketmaydi. Agar ja isib ketsa, u mollarimiz o'zi qansirab, ozda oq ko'pik kelib stress berib yuboradi, bilinadi. Lekin unaqa holat bo'lgan yo'q bizda. Qarang, keyin mikroklimat ham o'rnatibdilar, Doston aka. O'rnatgan. Mikroklimat ventilyator bilan pastayanni ishlab turadimi yoki u ham vaqt soati bilan ishlaydimi? Shu mikroklimat shu nima bilan pastayanni ishlab turadi. Ventilyator bilan. Hozir qarayapman-da, bu yoqqa sepsa, bu yoqqa sepmayapti. Avtomatikda bu. Mana taqatda buyog'i ishlaydi, va o'chgandan keyin buyog'i chachadi. Almashib chachadi. Daston aka, bu hozir sutga qanaqa foydasi tegyapti buni? Sutga hozir juda yaxshi foydasi tegyapti. Agar buni qo'shmasak, ventilyatorlar bo'lmasa, mikroklimat bo'lmasa, sutimiz tushib ketyapti. Sezilarli darajada. Ko'pchilik obunachilar sizlarga aytib ketdik, ko'pchilik jalaba bilan kelyapti-da, yozda kunida sutim pastlab ketyapti. Nimaga degan savollar uchun hozir javob topish uchun kelganmiz bu yerga. Mana Daston akamiz aytganda, mikroklimat agar ishlamasa, ventilyator ishlamasa, uje sut pastlayapti. Energiya sarflayapti. O'zini sovutgan hayvonlar yegan yemi shu energiyasi o'zini sovutish uchun energiya sarflaydi. Qarang endi hozir ishtaha qanday? Ishtahalari zo'r. Mana solingan o'tlar uje yeb bo'linyapti. Bu obedda tarqatilgan-a, adashib? Obedda tarqatilgan. 3 mahal tarqatiladi. 3 mahal tarqatiladi. Endi kechgacha yeb bo'ladi bu. Soat shu 7:30-8larda yana bitta tarqatiladi. O'chir bitta umuman o't qolmaydi. Yeb tashlaydi. Sog'in necha marta bir kunda? Sog'in 3 mahal. 3 mahal. Ozon payt 4da, ertaman bitta 12da, kechki 8da. Qoyilaga. 3 mahal sog'iladi. Hozir kelganimda urug'lantirayotganmidingiz mollarni? Sxema qilayotganda, o'sha tayyorlayapmiz. Sxemaga. Masaj qilib bachadonini. Keyin qarang, urug'lantirish foizlariga ta'siri bormi issiqlik? Bor, o'ta katta nimasi bor. Hozir mikroklimat ishlamasa, bu bo'lmasa, o'ta hayvon og'ir ahvolda qolib ketadi. Keyin suv berish jarayonlari qanday, Daston aka, suv berish? Suv berish endi bizda shu o'xirlarimiz bor, shu o'xirlarimiz topolog nimasida ishlaydi. Shu ichgan sari suv to'laveradi. Topolog avtomatika. Avtomatik, mana shunda suv turadi o'zi. Suv azlar toza. Suv. Suv endi ko'karib yo baqaton bo'lsa, nima oppoq turibdi, nima bo'lib? Bu suv oxirlar necha marta tozalanadi bir kunda? Bu oxirlar 2 kun 3 kunda bir tozalanadi. Mana bu yerda o'zi teshib, maxsus teshiklari bor. Mana shu teshikni ochiladi, ichini cho'tka bilan yuviladi. Endi meni fikrim bir kunda bir marta tozalagan yaxshimi? Shunaqa qilsak bo'ladi. Bir kunda bir marta tozalasak bo'ladi. Endi shuni ham qilsak yaxshi. Hozir qarang, o'rtacha sut miqdori qancha? Sut 25 litr, 26 litr sut olib turibmiz hozir. Semental go'lishdan aralashgan, ha? Bitta ko'proq sementarligi uchun kun issiqligi sababli hali havo pastlab, yomg'ir yog'adigan kunlar bir hafta bo'lib qolyapti. Mo'tadil havo bo'lib. Shu paytlarda 28 litrga chiqib ketyapti sutimiz. Keyin qarang, hozir issiq kunlarda ko'pchilik fermerlar aytayapti-da, men yemni pastlatay, mollar hazm qila olmayapti, deyapti-da. Hozir necha kilo yemaydi bular? 12 kilo yemaydi, aralashmay. Bo'lmaydi nimasi? Silos yeydi, ketadi. Silos 30 kilo silos yeydi, yemlari bari bo'lib shu 12 kiloga keladi. Yemi 12 kilo. Aziz chorvadorlar, issiqlik kunida molni
yaxshi yemayapti deb yemini kamaytirgandan ko'ra men molxonani sovutishni maslahat beraman. Sabab molxona issiqligi uchun yemayapti. Molxonani sovutsak biz endi 1,5 oy, 2 oy muddatda bu issiq bo'ladigan bo'lsa, molxonani sovutadigan bo'lsak, mollar ishtaqaga qaytadi, sut miqdorini bir xilda ushlab turasiz. Sut miqdori tushib ketmaydi. Ya'ni biz aytmoqchi bo'lganimiz. Keyin tuyoq kasallar qanday bo'lyapti, Ahson aka? Yo'q, tuyoq kasal yo'q bizda fermada, pashti yo'q. Ratsion zo'r ekan-da. Ratsion yaxshi shekilli, zo'rligida yo'q, tuyoq kasal yo'q. Tuyoq kasal yo'q, mastit yo'q. Endi metr bitta orada bor. Qarang, mastitga sigirni 3 mahal sog'ilganligini foydasi bormi yo'q? Bor, foydasi bor. Bo'lmaydi-da mastit, masalan, 3 mahal sog'ilsa suti ko'payyapti, masalan, har bitta sigirda 3 litrdan ko'payishi. Sut ko'payyapti, mastit risk kamayadi. Kamayyapti, yo'q. Bu fermani foydasi. Fermani foydasiga. Doriga rasxod qilmaysiz. Yana 3 litr sutingiz bir kunda sutkalik o'rtacha sutingiz ko'tariladi. Har bitta sigirda. Har bitta sigirda. Simmentallar ham yaxshi sut beryaptimi aka? Simmentallar ham zo'r sut beryapti, ha. Endi bari galishtenga yetmaydi-yu. Qarang, kechki payt chiroqlar yonib turadimi Daston aka? O'rni yonib turadi, ha. Kechasi bilan yonib turadi. O'chirmaymiz. Yorug'likni molxonada yorug'likni foizi ham katta rol o'ynaydi chorva boqishda. Shu molxonaning ichidagi yorug'lik 200 lyuks, ya'ni siz kirganingizda bemalol kitob yoki qanaqadir gazetani o'qiy oladigan sharoitda bo'lish kerak. O'ta yorug' bo'lish kerak. Ha, o'ta yorug' bo'lsa, sigirlar kechqurun ham, misol yarim tunda ham ozuqani iste'mol qiladi, suv ichishga keladi. Ozuqa iste'mol qilish miqdori yorug'likka qarab o'zgaradi. Ha, o'zgaradi. To'g'ri. Daston akamiz xudo xolasa bu fermada bir yildan oshdi kelib ishlagan. Xudo xolasa, bir yildan oshdi. Kelgandan buyon yaxshi natijalar ko'rsatyapti. Biz bundan xursand bo'lyapmiz, faqat sabab Hoji akam ham borib aytayapti, Dastonbek zo'r sutlar oshishiga sababchi bo'ldi yoki tuyoq kasallar chiqmayapti, mollar zo'r qochyapti deyapti. Daston akamizni ishlariga rivoj tilaymiz. Keyin bu video именно chorvadorlar uchun, chorvador do'stlaringizga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Video foydali bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Daston aka, rahmat. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Xudo xolasa, endi tez-tez kelib ish jarayonini o'rganib, bemalol kelib, ko'rib, YouTube'ga obunachilarimizga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.